Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchta qiz tarbiya qilgan otaga jannat bo'lsin dedilar. Odobini, axloqini chiroyli qilsa, yaxshiliklar ko'rsatsa, u otaga jannat bo'lsin dedilar. Sahobiylarning orasida bittalari yo Rasululloh, ikkita qizi bo'lsa-chi deganda, ikkita qizi bor otaga ham jannat bo'lsin dedilar. Balkim hozir shu yerda bitta qizi borlar bordir oranglarda, bormi? Bitta qizi bor otaga ham jannat bo'lsin. Rasul akram alayhissalom Imom Ahmad rivoyati bilan marhamat qiladilar. Man vulidat lahu ibnatun, kimning bitta qizi tug'ilsa, unga yaxshiliklar ko'rsatsa, odobini chiroyli qilsa, o'g'il boladan passanamasa, adkhalahullohu bihal janna. U otani Alloh o'sha qiz sababli jannatga kiritadi.